Assalomu alaykum hurmatli Uzagro kanali obunachilari. Bugun onlayn hamkorimiz Abdulaziz akamni parniklariga obxodga kelganmiz. Abdulaziz aka bilan 2 yildan beri ishlab kelyapmiz. O'tgan yil sezonning yarmidan boshlab ish boshladik. Bu yil ikkinchi yil ishlayapmiz. Natijalarni bugun sizlarga ko'rsatishni maqsad qildik. Abdulaziz akam o'zlari ham sherdilar, endi videoga tushmayman dedilar, mayli. O'zlarini fikrlarini qilingan ishlar haqida qilingan ishlar yil boshidan boshlab qanaqa tadbirlar olib bordik, yer tayyorlashdan boshlab qanaqa tartibda keldik, shu haqida so'rab surishtiramiz. Assalomu alaykum Abdulaziz aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'sh, Abdulaziz aka, bu yilgi yer tayyorlashda qilgan ishlarimizni bir boshdan boshlasak. Qanaqa ishlar qildik? O'tgan yili palak qoparganimizdan keyin mahalliy nur kirgizildi. Gektariga 70-80 moshin hisobida, zil hisobida. Undan keyin kede orqali o'g'darildi. Pulugladik. Puluklaganimizdan keyin tariq ekdik, keyin 2-3 martalab to'ldirib sug'ordik. Sho'r yuvish ishlarini olib bordik. Keyin pomidor ekishda parnigimiz 640 bo'lgani uchun 3 tadan pushta tortildi. 3 talik qilindi, har 25 taka ekildi. Pushta bilan pomidor bilan pomidor 25, eniga 182 metr qilindi. Unda hurmatli obunachilar, biz yer tayyorlashdan boshlab tartibni aytib o'tdilar Abdulaziz akam. Parnigimiz 640, 3 ta qatorlik qildik. 4 ta qator emas, 3 ta qildik. Havo aylanishi yaxshi bo'lishi, oftob nuri yaxshi ta'minlanishi uchun shunaqa qildik. Biogumus masalasini bir aytib o'tsangiz. Biogumus gektariga 50 tonna, 55 tonna atrofiga biogumus ketdi. Pushtaning o'rtasini yorib, somon tashaldi. Bug'doy somondan keyin o'rtasini to'ldirib biogumus tashadik. Mana obunachilar, biogumus o'ziga keldi. Mana obunachilar, mana shu arig'ini yorib, o'rtasiga somon tashab, ustiga biogumus tashadik. Ildizlar to'liq biogumusga joylashdi. O'sha uchun kasalliklarda muammo kamroq bo'ldi. Chunki tuproqdan nisbatan kislorod almashinuvi gumusda yaxshi bo'lgani uchun chirish kamroq bo'ladi, kasalliklar yashashi qiyinlashadi. Shu uchun ildiz sog'lom rivojlanadi. Fungisidlar bilan obработка qilganda ham, boshqa obработка qilganda ham rezultati yuqoriroq bo'ladi, shunga qarab. Hurmatli obunachilar. Abdulaziz aka, kechalari ko'rishimiz mumkin. Bizda serigenil deyarli yo'q desak ham bo'ladi, virus ham yo'q. Bularga asosiy sabab albatta virus qo'zg'almasligi uchun namlik past bo'lishi va nitratlar me'yorda bo'lishi bo'ladi. Shamollatishga qanaqa e'tibor beramiz, shu haqida ham bir o'zingiz aytib o'ting. Shamollatish havo kechalari 0 dan yuqori bo'lgan holatlarda kechalari ikki tomondan taxminan 20 sm dan ochib qo'yiladi. Mana ochib qo'yilgan hozir. Hozir mana ichkari 15-16 gradus turibdi, hali ham ochiq turibdi. Yopish paytimiz polni yopmaymiz. Ikki tomondan shamol toza kislorod berish uchun ochib qo'yiladi doim. Hurmatli obunachilar, gazdan ekonom qilish degan gap yo'q. Biza eng katta yutuqlarimizdan bittasi bu kechalari 0 gradusdan tepa bo'lganda ikkinchi qavat vakuumimizni iloji boricha kam qoldirib havo almashishini ta'minlash. Ko'rpali issiqxonalarda ham shu narsani joriy qilamiz. Havo almashish uchun xod qoldiriladi. Mana shu xod orqali havo almashish yaxshi bo'ladi va ichkarida zamburug'li kasalliklar yashashiga noqulay sharoit yaratiladi. Bu ko'plab qulayliklar olib keladi. Virus kam bo'ladi, namlik kamlik hisobiga serigenil kam bo'ladi. Shu uchun shamollatishga hammaga alohida e'tibor berishini so'rab qolamiz. Fortishga, ko'rpa yoki mana bunaqa vakuumlarga juda ham e'tiborli bo'linglar. Namlik nazorat qilinishi shart va zarur. Agar namlikka nazorat qilinmasa, virus bo'lishi osonlashadi, chirish tushishi osonlashadi. Chirish bo'lmasligi uchun yana bitta katta bo'lgan sabablardan bittasi vaqtida barglarni ochib borish. Ko'pchilik dehqonlarimiz bargni ichida qizartirishni ma'qul ko'rishadi, lekin shu sababdan ildiz kasalliklari va boshqa muammolar kelib chiqishda davom etadi. Keyin tepaga qarab harakatlanish susayib qoladi. Shu uchun pomidor eng ko'p barg olishni yaxshi ko'radigan o'simliklardan bo'lgani uchun muntazam ravishda
qaychilab, qirqib turish talab qilinadi. Pomidor metabolizmi uchun 13 tadan 15 tagacha bo'lgan barg yetadi. Bemalol yetadi. Hozir mana shuni ham bir boshdan sanab kelganda bemalol 16-17 ta bargimiz mavjud, hurmatli obunachilar. Hammasini o'z o'rnida aytib o'tdik. Pomidorni oziqlantirishda tuproqni holatiga qarab oziqlantirish ishlari olib borganmiz. Boshida fosforli ozuqalar bilan tuyintirib, gullash davriga olib kirgandan keyin o'sha 12 ta elementdan foydalangan holatda mix retseptlardan foydalanib kelganmiz. Alhamdulillah juda yaxshi. Ko'raklarimiz hajmi hammasi o'z normada ketyapti. Gullashda bulutli kunlar ko'p bo'lgani hisobiga ham muammo keltirib chiqarmadi. Maksimalni potensial ko'rsatishga harakat qildi palagimiz. Endi sizlar bilan o'sha biogomussiz ekilgan joyimiz ham bor. Dehqonlarimizga biogomus bilan ekishni maslahat qilamiz. Buni effektini o'z ko'zimiz bilan bir necha marta ko'rganmiz. Hozir o'shani ko'rib o'tamiz. Biogomus bilan ekishni hammaga tavsiya qilamiz. Chunki barcha dehqonlarimiz ham yaxshi niyat bilan ko'chada ekishadi, yaxshi hosil olishni xohlashadi, qancha xarajat qilishadi. Shu uchun poydevorni qurishda adashmasliklarini maslahat beraman. Bu yerda ham mana Abdulaziz akam aytganlaridek organik moddalar, go'nglarni kiritdik, lekin bitta go'ngning o'zi bilan ish bitmadi. Sababi go'ng organikaga boyitildi, siderat ekildi, lekin biogomussiz baribir potensial yuqori bo'lmadi, yo'qotishlar bo'ldi. Shu uchun ko'rishimiz mumkin. Biogomussiz ekilgan qatorlar birortasida bo'y bastida kamchiligimiz yo'q. Bitta ham pateriya bo'lmadi desak ham bo'ladi. Mana teparoqdan ko'rsataman, hech qaysisida kamchilik yo'q. Hammasida qarib jarayon bir xil natijada. Lekin mana bu yerda bir 4 ta qatorda biogomus yetmay qolgani uchun tuproqni o'ziga ekildi. Ko'rishimiz mumkin mana. Poyalari tuproqqa ekildi. Tuproqqa organika kirgizilgan bo'lsa ham endi biroz kamlik qilgan. Xudo xohlasa yana 1-2 yil davomida yaxshi organikaga bo'yitish natijasida tuproqlarimiz biogomusga aylansa, unumdorligi yanada yaxshi bo'ladi. Lekin tuproqni o'zida ko'rishimiz mumkin. Mana bunaqa pateriyalarimiz mavjud. O'smay qolgan. Xilma-xillik buzilgan. Masalan, bu yerda pasti baland bo'lib o'sdi-da. Lekin biogomusda ekilgan joylarda bunaqa holat umuman yo'q. O'zini olib olgan, yaxshi o'rnashganlari yomon natija ko'rsatmagan, lekin butta sonida 10 tadan 2 ta 3 tasi mana shunaqa holatga kelgani uchun, o'rnash olmagani uchun biza sizlarga tajribamizdan kelib chiqib biogomusda ekishni maslahat beramiz. Adashmanglar. Har bir ko'chat tagiga kamida 2 kilogramm biogomus tashaldi. Biogomus bilan biogomusning farqi bo'ladi. Chuvalchang ishlagan biogomus ishlatilishi katta ahamiyatga ega. Sababi chuvalchang ishlov qilgan biogomusda fulvi kislota, gumi kislotlar yuqori bo'lgani uchun o'simlikda yaxshi natija beradi. Mana biogomusda ekilgan bu yerdagi holat juda boshqacha. Mana hosildorlik 1,5 baravarga farq qiladi desak ham adashmagan bo'lamiz. Hurmatli obunachilar, juda ajoyib. Sug'orish masalasiga kelsak, biz bilan ishlaydigan hamkorlarimiz ancha. Nurbek akam borlar Romitanda, Xorazmda endi asosiy ish joyimiz bo'lgani uchun bu yerga 20 kunda bir marta kelib turamiz. Ko'pchilik hamkorlarimiz aytadi, biza bu yil ko'p suv berdik, bunaqa suv bermaganmiz deyshadi. Abdulaziz aka, qanday suv sarfimiz qanaqa berdik, nimalarga e'tibor berib berdik, shu yil sug'orish haqida bir ma'lumot beraylik dehqonlarimizga. Sug'orish sistemasi ozuqa berilgandan keyin faqat ozuqa emas, har kunlik har kun masalan ertalab forchkalar vakuumni ochib bo'lingandan keyin holatiga qaraymiz. Suvga talabi kapinentga quruq suvni o'zi berilgan, unga nimadir qo'shib berilgan, yordamchi element qilib, lekin asanoy namini ushlab turishga harakat qilgan biza. Faqat doridan doriga masalan 2 kunga bir, 3 kunga bir faqat dori berilgan va suv emas, qo'shimcha tarzda oddiy suv ham berilgan. Endi bitta narsaga e'tibor beramiz. Biza bir kun to'ydirib suv berib, 3 kun suvsiz qoldirmaganmiz hech qachon. Kam-kam, tez-tez berganmiz. Har doim
namlikni muntazam ravishda mana shu yerda ta'minlab turganmiz, hurmatli obunachilar. Sababi mana bu ichi bo'shab qolmasligi kerak. Agar suvsiz qolib qolganda, ko'raklarimiz hozir pustuchka bo'lgan bo'lasdi. Xudoga shukr, umuman pustuchka degan muammo bo'lmadi, ha? Kechagina terim qildik, endi o'zlari mana dehqon akamiz rezultatlarni aytib beradilar. Mana shu bulutli kunda ham suv berdiz. Shunday. Bugun ham suv berildi. Hurmatli obunachilar, nima uchun bulutli kun ham suv beriladi? Adashmanglar. Mana shuncha bargdan qancha suv bug'lanishini tasavvur qilish kerak. Oftob bo'lmasa suv bug'latmaydi degan gapi yo'q. Oftob bo'lmasa ham ichkarida issiqlik borligi hisobida barglar suv bug'latadi, yerdan namlik ko'taradi. Endi oftobli kundagidek ko'p emas, kamroq. Shu uchun biz ham ko'p emas, kamroq suv beramiz. Shunga qarab suv normasi belgilanadi. Suv normasi ob-havoga qarab ko'paytirib, kamaytiriladi. Lekin umuman suv bermaslik degan narsa yo'q. Kichkinalik paytida bo'ladi, gullashdan oldin biroz suvdan tortiladi. Sababi u payt palak kichkina bo'lgani hisobiga barg obyomi kichikligi hisobiga bir marta berilgan suvni o'zi yerda zaxira bo'lib qoladi va 2-3 kunga yetadi. Haddan ziyod ko'p suv berish yoshligida ildizlar o'rnashmagani hisobiga chirishga olib keladi. Mana shu uchun qo'ldan kelguncha suv berish qonun qoidalariga rioya qilinglar, hurmatli obunachilar. Birdaniga bo'ktirib sug'orsangiz, qaqshab turganda agar tuproq drenaji yaxshi bo'lmasa, ildiz bo'kib qoladi va kasalliklar xavfi ortadi. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada kutamiz. Telegram guruhimiz bor. Tagida yozib qo'yamiz. Agar ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, hammalaringiz videoni maksimal poddershka qilishlarini so'rab qolamiz. Hurmatli obunachilar, Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda qiziqtirgan savollaringizni yana ham to'liqroq yoritishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.